qancha xohlasangiz ayting. Peshonani sajdaga qo'ying, Robbimizdan yolvorib so'rang. O'lik vafot etib qo'yib yuboringlar deydi farishtalar. Men 2 rakat namoz o'qib olay deydi. Lekin unda imkoniyat bo'lmaydi. Qabrga qo'ygandan keyin Alloh Men qizlardan ko'zimni tiya olmayapman. Bir tomchisini ham to'kmaslikni tayinlabdi. So'ng uning orqasidan men qizlar Alloh, Xayrli kech. kim u? Men Abdullohman, Nargiz akasi. Ha, u yerda kimlar gaplashyapsan? Shunchaki dugonamga yordam bering. Allo, kim bu? Dugonamga gaplashyapman. Nega sen o'tiribsan? Idishni so'yib yotdilar. Obki telefon. Bir ona farzandidan so'rabdi-da, bolam Alloh taolo